Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Yoshlar muammolarini o'rganish instituti hamkorligida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida talabalar festivali doirasida yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani tashkil etildi. Bugungi kunda ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va yoshlar faolligini kuchaytirish barqaror taraqqiyotning muhim tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusida tashkil etilgan ilmiy-amaliy konferensiya ham O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida innovatsion, ijtimoiy va raqamli tashabbuslarni targ'ib qilish, yosh olimlar va tadqiqotchilar o'rtasida o'zaro bilim va tajriba almashuvini yo'lga qo'yishdan iborat. Konferensiyaning asosiy maqsadi O'zbekistonda yoshlar siyosati doirasida raqamli, ijtimoiy va innovatsion tashabbuslarni ilgari surish hamda yoshlar o'rtasida ilmiy-amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida tashkil etilgan. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, davlatimiz tomonidan ishlab chiqilayotgan qarorlarda aholining barcha qatlam vakillarini ishtirokini ta'minlash maqsad qilingan. Konferensiya 4 ta yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan va unda talabalar o'zlarini loyihalari bilan ishtirok etishyapti. Konferensiya doirasida maqolalar qabuli e'lon qilingan. Bunda respublika bo'yicha barcha hududlardan talabalar o'zlarini maqolalarini topshirishgan. Maqolalar saralash jarayoni boshlangan va ularni to'plam shaklda chop qilish 30-iyun yoshlar kuniga rejalashtirilgan. Konferensiyada yoshlarga oid siyosatni shakllantirishda ilmiy asosga tayanish zarurligi, ilmiy izlanishlar va startaplar orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shish, shuningdek yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan g'oya va tashabbuslarni amalga oshirish mexanizmlarini kuchaytirish muhimligi alohida ta'kidlandi. Konferensiyada juda ham ko'plab mavzuda yangi loyihalar muhokama qilindi. Ulardan meni ajablantirgani va menga yangi izlanishlarni beradigan El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan ko'plab loyihalarni amalga oshirilishi, chet elni ko'plab nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatlari, ularning afzalliklari va yutuqlari bo'yicha ko'plab tavsiyalar, tushunchalar olib borishdi va biz undan o'zimizga kerakli xulosalarni va yana ko'proq intilish, kuch, g'ayratni topdik. Konferensiya yakunida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar shakllantirilib, amaliy tavsiyalar asosida yakuniy rezolyutsiya loyihasi tayyorlandi. Mazkur hujjat kelgusida yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Rayhona Hotamova, Aziz Raimboyev, Poytaxt.